Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Mana bugun hayvonot sog'lig'ini himoya qilish sho'basi bosh mutaxassis lavozimiga 3 kishi Argus testidan o'tib kelgan. Bular Normuminov Diyorbek, Toliboyev Zohidjon, Narzulayev Jahongir. Uchala nomzodimiz o'tib kelgan. Lekin bulardan faqat Normuminov Diyorbek qatnashyapti bizga. Suhbatga yetib kelgan. Bu ikkalasi kelmadi qaytib. Suhbatni boshlasak bo'ladimi? Nomzodni chaqirib. Hech kimda qarshilik yo'qmi? Hamma boshlashga tayyormi? Reddum programmasi orqali beriladi, tasodifiy tanlash bo'yicha o'sha ekrandan chiqadi. Siz shuni yozib olib, o'sha daftarga oqlang yozib olib, oqlaysiz. Yozib olib javob berishingiz mumkin. Qaysi savol javob berishga? Hammasi ham yerda? Bosing. Mana shu savollar. Epizod protes nima? Yozib. Bruselloz qanday yuqadi? Tuyalar o'lati, kuydirgi gumon qilingan jasad, quturish kasalining qo'zg'atuvchisi haqida. Nimadan savollardan uzurdi? Nurali aka o'tirib oling, bo'ldi. Nomzodimiz mana ekranda ko'rinyapti. Random savollar. Mikrofonni nomzodni oldiga qo'ying. Savollar bilan o'qib, tanishib, 5 daqiqa vaqt. Qaysiga tayyor bo'lsangiz, savolni o'qiysiz, javob berib ketaverasiz. Birinchi savol epizodik protsess nima? Ikkinchisi bruselloz qanday yuqadi? 3. Tuyalar o'latining eng maqbul davolash usuli. 4. Savol kuydirgiga gumon qilingan jasaddan qanday namuna olinadi? 5. Savol quturish kasalligi qo'zg'atuvchisi haqida ma'lumot bering. 4. Savol kuydirgiga gumon qilingan jasaddan qanday namuna oladi? Bu kuydirgiga gumon qilingan hayvondan namuna olish asosan quloqdagi venadan bir shisha probirkaga 2-3 tomchi qon olinadi. Boshqa a'zolariga yoki jasadni yorib ko'rish, unga teginish mutlaqo qat'iy taqiqlanadi. 3. Savol tuyalar o'latining eng maqbul davolash usuli. Tuyalar o'lati bu o'tkir yuqumli virusli kasallik bo'lib, buning eng maqbul davolash usuli bu vaksinatsiya qilish deyiladi. Vaksinatsiya qilish hisoblanadi. Ikkinchi savol bruselloz qanday yuqadi? Bruselloz asosan kasal hayvonlar bilan ishlaganda yoki ularning mahsulotlarini iste'mol qilganda sut, sariyog', go'shti shu oziqa moddalaridan yoki u bilan bevosita muloqotda bo'ladigan, misol uchun doktorlar u tug'ishdan keyingi jarayonlarda ishlaganda u bruselloz perchatka kiymas, gigiyenaga amal qilmaslikdan asosan bruselloz kasalligi yuqadi.
Beshinchi savol, quturish kasalligi qo'zg'atuvchisi haqida ma'lumot bering. Quturish kasalligi qo'zg'atuvchisi bu virusli kasallik bo'lib, u rinka viruslar qatoriga kiradi. U virus u bosh miyani falajlaydi asosan. Nerv tizimlariga falajlik keltiradi. U quturish kasalligi alomatlari ular gidrofobiya deb ataladi. Misol uchun yuqqan hayvon yoki odamga ham yuqishi mumkin. Suvdan qo'rqish, nafaqat suvni ko'rganda, balki uni eshitganda ham mana bu nerv tizimlari tortishib, jag' muskullari, tutqanoqlik belgilari, falajlanish bo'ladi. U agar yuqqandan keyin uning davosi yo'q. Agar o'lim bilan tugallanadi. Vaqtida aniqlanib, boshida shifokorga murojaat qilinsa, u vaksinatsiya qilish orqali kasallikni yengib o'tish yoki oldini olish mumkin. Emlashda vaksinatsiya qilish orqali oldi olinadi. Hamdam aka, savollar bormi qo'shimcha? Yaxshi javob berdik, bo'ladi. Bitta savol qoldi. Birinchi savol qoldi. Epizodik proses nima? Epizodik proses ma'lum bir hududda epizodik vaziyat yuzaga kelishi mumkin. O'shani yuqumli kasalliklar holati qayd etilganda o'sha hududni ma'lum bir qamrab olib, u yerga cheklovlar yoki karantinlar e'lon qilish u epizodik prosesga kiradi. Misol qilib ko'rsasak bo'ladi. Kimda savol bor? Qo'shimcha savollar yo'qmi hech kimda? Komissiya a'zolari qo'shimcha savol berishi mumkin agar. Oqsil kasalligi bo'yicha gapiring. Oqsil kasalligi bo'yicha gapirishchi qo'shimcha qilib. Oqsil kasalligi asosan yirik shoxli, mayda shoxli hayvonlarda kechadigan kasallik bo'lib, u tuyoq yemirilishi yoki sigirlarning yelinida bo'ladi, mastitga olib keladi. Keyin og'iz bo'shlig'ida davom etadi. U oqsil kasalligiga qarshi profilaktika qilinsa, uning asosan oldi olinadi. U yashil emlamasi bilan emlanadi. Mayda shoxli mollarga 0,5 doza, yirik shoxli mollarga 1 dozadan emlanadi. U asosan 6 oylikdan keyin emlanib boshlanadi. Qo'ylarga necha dozadan? 0,5 yarim dozadan. Yana kimda qo'shimcha savollar? Biroq gapiring javob. Qo'shimcha savollar bo'lmasa, Johir aka yakunlasak ham bo'ladimi? Yakunlasak bo'ladi. Hurmatli nomzod, sizda suhbat jarayoniga, savollarga, komissiya a'zolariga e'tiroz bormi? Yo'q, bizda e'tiroz yo'q, savollar hammasi yaxshi. E'tirozingiz bo'lmasa, komissiya a'zolari tomonidan suhbat natijasi shaxsiy kabinetga ma'lum qilinadi. Salomat bo'ling. Rahmat. Mayli, hammaga kattakon rahmat. Rahmat Johir aka sizga ham. Hurmatli komissiya a'zolari, demak, 2-3 kunida o'sha komissiya a'zolari o'zini shaxsiy kabinetidan kirib, mana shu nomzodimizni suhbat natijalari bo'yicha tegishli ballarni qo'yib baholashlari so'raladi. Hammaga rahmat. Menga savollar yo'qmi? Yo'q, rahmat sizga. Mayli, sog' bo'linglar.